Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga yaqinda o'qishni boshlagan bir varaqli marketing reja kitobini obzorini deydimi. Shu haqda ozgina o'rgangan ma'lumotlarimni bo'lishmoqchiman. Bu kitob Alan Dip ismli mashhur iqtisodchiga tegishli. Bundagi bir jumla meni juda ham e'tiborimni tortdi. Ya'ni nima deyapti? Agar biznesdan maqsadingiz pul topish bo'lmasa, demak siz aldayapsiz yoki biznes siz uchun shunchaki hobbi xolos degan gapni aytyapti. Ba'zida odamlar o'zi yaxshi ko'rgan ishini masalan hobbi sifatida qiladi. Men shu paytgacha bilasizlar futbol o'ynashni yoqtiraman. Futbol bo'yicha qilgan futbol tashkilot yaratganman. Endi o'sha narsani birgalikda qilganmiz bolalar bilan. Shu paytgacha hobbi sifatida ko'rganman. Endi bundan buyog'iga buni biznesga aylantirmoqchiman va shu sababdan Go for Fun loyihasiga asos soldim. Ya'ni buni dasturchi ukalarimiz bilan birgalikda qildik. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Hobbini biznesga aylantirish jarayonidaman. Qo'llab-quvvatlashinglarni kutib qolaman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga yaqinda o'qishni boshlagan bir varaqli marketing reja kitobini obzorini deydimi. Shu haqda ozgina o'rgangan ma'lumotlarimni bo'lishmoqchiman. Bu kitob Alan Dip ismli mashhur iqtisodchiga tegishli. Bundagi bir jumla meni juda ham e'tiborimni tortdi. Ya'ni nima deyapti? Agar biznesdan maqsadingiz pul topish bo'lmasa, demak siz aldayapsiz yoki biznes siz uchun shunchaki hobbi xolos degan gapni aytyapti. Ba'zida odamlar o'zi yaxshi ko'rgan ishini masalan hobbi sifatida qiladi. Men shu paytgacha bilasizlar futbol o'ynashni yoqtiraman. Futbol bo'yicha qilgan futbol tashkilot yaratganman. Endi o'sha narsani birgalikda qilganmiz bolalar bilan. Shu paytgacha hobbi sifatida ko'rganman. Endi bundan buyog'iga buni biznesga aylantirmoqchiman va shu sababdan Go for Fun loyihasiga asos soldim. Ya'ni buni dasturchi ukalarimiz bilan birgalikda qildik. Qani ko'ramiz nima bo'lar ekan. Hobbini biznesga aylantirish jarayonidaman. Qo'llab-quvvatlashinglarni kutib qolaman. Rahmat kattakon.